Assalomu alaykum aziz hamshaharlar. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Barchangizga bugun nishonlanayotgan barcha ustozlarimizga, murabbiylarimizga ustoz va murabbiylar kuni muborak bo'lsin. Bayram tadbirini ochib berish uchun so'z Kattaqo'rg'on shahar hokimi Alimova Gavhar Zoirovaga. Assalomu alaykum aziz ustozlar, aziz mehmonlar. Mana ertaga butun yurtimizda juda katta bayram. Ustoz va murabbiylar kuni. Mana shu bayram bilan biz mana shunday katta bir konsert dasturini hammaga kayfiyat berish maqsadida tashkil qildik. Avvalambor ustozlarimizni, hurmatli murabbiylarimizni bayram bilan chin qalbimdan, shahar hokimligi nomidan, butun xalqimiz nomidan tabriklayman. Aziz yurtdoshlar, biz bugun Kattaqo'rg'on shahrini do'stlik o'yingohida katta tadbirdamiz. Ya'ni o'sha ustozlar, murabbiylar kuniga bag'ishlangan bayram va albatta chin ko'ngildan Kattaqo'rg'onlik ustozlarimizni, o'zimizni ustozlarimizni tabriklaymiz. Butun O'zbekistonni muallimlarini, ustozlarini, murabbiylarini bugungi shu kechada bo'layotgan, shu kunlarda bo'layotgan ulug' bayram bilan tabriklaymiz. Lekin shuni aytish joizki, hali hech qachon bunaqa darajada ustozlarning kuni nishonlanmagan. Mana shuncha yoshga kirib, shu narsani sizlarga aniq aytamanki, ko'z tegmasin, yangi O'zbekistonimizga muborak bo'lsin aziz ustozlar, bayramlaringiz bilan. Kecha oy keladi qoshima, qoshginasi oy keladi qoshima. Shu kinoda soy keladi qoshima, shu sanamning ishqi tushdi boshima. Shu kinoda soy keladi qoshima, shu sanamning ishqi tushdi boshima. Bu kecha oy keladi qoshima. Nazlı qarab sochlarini qarasa, salbular ceylan bo'lib qarasa, nazlı qarab sochlarini qarasa, noz qilaver nozlaringga o'laymi, shunga mingta jonim sadqa so'rasa. Noz qilaver nozlaringga o'laymi, shunga mingta jonim sadqa so'rasa. Ben gül verişim gereğiydi o aslında. Da qarsak bo'lsin. Shunchalik rahmat. Vaqtimizga sog' bo'ling. Assalomu alaykum Kattaqo'rg'on. Bayram barchalarga muborak bo'lsin. Barchalarga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Davom etamiz, qo'shiqlarimiz faqatgina siz uchun. Marhamat. Yüragim qoldi mana, o qalbim oldi mana.
Kattaqo'rg'on shahrini barcha ustozlari quvonchi cheksiz. Mana bugun mana shunday shodiyona kunda, ustoz va murabbiylar kunida butun Kattaqo'rg'on ahlini shunaqa shodiyonga kunga taklif qilgan shahar hokimi, prezidentimiz ham ustozlarimizni qancha e'zozlab ardoqlamoqdalar. Shunday ekan, mana shunday bayramona kayfiyatda bu mana shuni tashkil etganlarga barcha ustozlar nomidan, murabbiylar nomidan kattakon rahmat aytaman. Quvonchimiz cheksiz. Mehr nuri yog'ar doim. So'zingizdan ustozlar, yursak deymiz bu tabarruk izingizdan ustozlar. Ustozni ulug'laganlarni Alloh ulug'lasin. Hozirgi vaqtda Kattaqo'rg'on shahar do'stlik stadionida o'qituvchi, ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan katta konsert dasturi bo'lib o'tyapti. Bu uchun shahar hokimligiga, barcha tashkilot xodimlariga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qo'yamiz. Mana poytaxtdan Yulduz Usmonova, O'lmas Ollaberganov, mashhur san'atkorlar biz aziz ustozlarni bayram munosabati bilan tabriklagani, tashrif buyurishgan. Albatta biz bundan juda ham xursandmiz va minnatdormiz. Barcha tashkilot xodimlariga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qo'yaman. Samarqand sayqani hamrohing bo'lsin. Minoralar umrini tilayman senga. Assalomu alaykum azizlar. Bugun mana Kattaqo'rg'on shahriga keldik. Xudo xolasa bugun bayram, juda ham katta bayram, chunki bugun ustozlar, murabbiylar kuni va barcha ustozlarimizni, murabbiylarimizni chin dilimdan tabriklayman. Ularga sog'lik, salomatlik, bizlarga, bizdek yoshlarga dars berishdan charchashmasin hech qachon, bilim ulashishdan charchashmasin va doim sog'lik, salomatlik, oilaviy xotirjamlik, barkamollik tilayman. Yaxshi kunlarda, yaxshi bayramlarda ko'rishlik hammamizga nasib qilsin. Bayram muborak bo'lsin aziz kattaqo'rg'onlik ustozlarimiz va murabbiylarimiz. Bunaqa tadbirga birinchi marta kelishim juda ham katta taassurot uyg'ondi, juda ham odamni zo'r kutib olishdi. Juda ham xursandman bugun. O'zingizni ustozga tabriklang, yaxshi ko'rgan ustozlarim Galina Muhammedova, Avaz Rajabov, Ra'no Yo'ldasheva, Narimon aka, Fazliddin aka, o'qituvchim juda ham ko'p. Barchalarimni tabriklayman. Ustoz murabbiylar kuni muborak bo'lsin. Bahorlarda lolalar
nima deydi, futbol maydonchasini ko'rdim, tennis maydonchasini ham qo'shib qo'ysangiz biz ham o'ynab ketamiz. Azizlarimiz, iloyim mana shu katta qo'rg'onni butun kamib ko'sti bitaversin dedi-yu. Mana shu xalqimizni konsertiga chaqiryapsiz bayramiga. Iloyim Alloh dastiga berib, boyvachchalari ko'payib o'g'illaringizni. Shularni bolasi siz bolangiz deb baribir. O'zi bolamiz. Adoying bo'lganmiz seni. Dunyo eshitsin, O'zbekiston eshitsin. Hech kimga bermaymiz seni.